Men oshqozonimni kestirganimga 5 oydan oshdi. Hozir men sizlarga shu vaqtgacha men qanaqa ovqatlandim, boshimdan nimalarni kechirdim aytib beraman. Undan oldin men direktimga operatsiya qildirganlardan kelgan xabarlarni ko'rsatmoqchiman. Hozir juda ham ahvolim yomon. Hech kimga tavsiya bermayman bu operatsiyani. Shundoq o'zinglar dieta, правильно питание bilan ozinglar. Menga o'xshagan adashmanglar. Oshqozon oldirgandan keyin уже yarimta bo'ladi odamning joni. Bitta men emas, ko'plar bor qiynalayotganlar. Operatsiyadan keyin samasaboy odam non yemas ekan, xamir ovqat yemas ekan, osh yeyolmas ekan. Undan ko'ra oshqozonimizni kestirmasdan, shundoq shunlari yemasdan sog'lom olsak bo'lardi-ku. Lekin adashdim. Menga o'xshagan adashmanglar. Oshqozon kestirmoqchi bo'lganlar tavsiya qilmayman. Lekin buni orqasida qancha осложнение bor, qancha qiyinchiliklar bor, psixologicheskiy ham bo'lib qolasizlar. Operatsiyadan keyin 3 oy sho'rva ichdim. Bu majburiy dieta. Yegim keladi meni ham boshqa ovqatlar mazza qilib. Yesam, shu vaqtda o'zida mazam qochib, oshqozonim og'rib, qayt qilib chiqarib tashlamagunimcha yaxshi bo'lmayman. Yemaganingiz uchun tobora ozib borasiz. Immunitetingiz tushib ketadi, davleniyingiz tushib ketadi, qoningiz kamayib ketadi. Keyin doimiy vitaminlar ichib yurishga majbur bo'lasiz. Keyin qorin och bo'lmasligi kerak. Men qornim och bo'lsa, unda ham bir yomon. Unda ham mazam qochadi. Har kuni ertalab turaman, uyqudan uyg'onganimda qornim och bo'ladi, og'zim tam buziladi, achchiq tam kelib, ko'nglimni aynitib, mazamni qochiradi. Ertalab turdimmi, sirazi bitta kofe ichishim kerak yoki nimadir sirazi yeyishim kerak. Oshqozonimga kirish kerak nimadir. U ham quyuq narsa emas, suyuq narsa bo'lish kerak. Qorningiz och qolsa, biron nima pishirib yeysiz, ovqat pishguncha kuta olasiz-u. Operatsiyadan keyin unaqa bo'lmaydi. Shunda qorningiz ochdimi? Riski, yeydigan narsangiz tayyor bo'lishi kerak. O'sha paytda sirazi yeyishingiz kerak. Menda shunaqa. Xamirli ovqatlar, guruchli ovqatlar, makaronlar haligacha ham yeyolmayman. Non ozginadan yeyishga harakat qilib ko'ryapman, lekin unda ham qayt qilib yuboraman bir ora-orada. 1-2 qoshiq ovqatga to'yaman. 3-qoshig'i уже bo'kdim degani. Oshqozon operatsiyasini men hech kimga maslahat bermayman. Qiynalsangiz ham parhez qilib, shug'ullanib, sog'lom ozganingiz yaxshi. Mana menga 5 oy bo'lgan bo'lsa, mana shu 5 oy ichida majburiy parhezdaman-ku. Bu ham parhez. Xuddi shu parhezni operatsiya qildirmasdan qiling. Bundan ham zo'r ozasiz. Qiynalmaysiz. Oshqozoningiz og'rimaydi, ko'nglingiz aynimaydi, qayt qilmaysiz. Sog'lom ozasiz. Hozir videoda ko'rganing ma'lumotlaringizga ozgina o'zimni shaxsiy fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Kimnidir qoralash yoki tanqid qilish maqsadida emas, bu meni fikrim. Ba'zi ayollarga foydasi tegib qolish uchun gapiraman. Demak, yuqorida videoda eshitganinglardek, oshqozon operatsiya qildirgan ayollarimiz hammasi bu yo'lni tanlamasliklarini ochiq, oydin faktlar bilan gapirib o'tishgan. Oshqozon operatsiya qildirganinglardan keyin qiladigan dietangiz, shu sog'lom turmush tarzini oshqozon operatsiya qilmasdan turib ham qilsanglar, sizlarga salomatligingizni saqlagan holatda vazn tashlaysizlar. Lekin ko'p ayollarimiz tez ozib olaman, tez chiroyli bo'lib olaman deb o'zini sog'lig'ini o'ylamagan holatda operatsiya qildirishga rozi bo'lishyapti. O'zi tanaga tig' tekkizib davolash bir 10% dagina tashkil qilish kerak bo'lgan holatda bizanikilar hozir 90% tig' ishlatib davolashyapti. Grija bo'lib borsa ham operatsiya deyapti, o't qopida muammo bo'lsa ham operatsiya deyapti, pochkada muammo bo'lsa ham operatsiya qilib tashlashyapti. Hatto homilador ayol kishi tug'ruqxonaga borib 2-3 soat tug'rug'ida tug'ruq dardi bo'lsa ham tug'olmayapti bu deb kesirva qilib tug'dirib olishyapti. Nimaga? Yo ayollarimiz o'zi tug'olmayapti, yo tug'dirish olmayapti. Tanaga tig' tekkizilgan vaqtida 2-3 yil sizga hech qanaqa zarar bermasligi mumkin, balki sizga foyda ham bo'lishi mumkin. Lekin vaqt o'tgani sari har qanaqa tanaga tekkizilgan tig' o'z zararli asoratlarini ko'rsatib boshlaydi. Chunki men oldimga 10 ta 15 ta oshqozon operatsiyasini, ya'ni oshqozon kestirgan ayollarimiz ham juda ko'p kelishgan. Uzog'i 2 yil, 3 yildan keyin o'sha vaznini vastanavit qilib olishgan, vastanavit qilmaganda ham ichki organlarda jiddiy muammolar boshlangan. Demak, aziz ayollarimiz, men sizlarga shunchaki maslahatim, ushbu operatsiya qildirmaylik yoki qildirish meni ishim emas, hammani o'zini fikri, o'zini aqli bor. Shunchaki men bu narsani qilishga juda ham qarshiman.
ba'zi qo'sh tirnoq ichidagi blogerlar pul evaziga tavba qilmasdan shu narsani yana ham targ'ib qilib yotishibdi. O'zi dori ko'payib ketdi. Dorilardan insonlarni dori darmondan chiqarib yuboramiz desa, endi bu yog'iga operatsiya degan muammo bo'lib yotibdi. Yana bilmadim qachongacha davom etadi. Qachongacha bu narsa to'xtaydi? Bizni o'zimiz fikrimiz, o'zimizni qarashlarimiz o'zgarishni boshlaganda, sog'lom turmush tarzini kechirishni boshlaganimizda, farzandlarimizga ham bu narsani o'rgatishni boshlaganimizda, biz har qanaqa dori darmon, qanaqadir operatsiyalardan inshaalloh chetroqda bo'lamiz degan umiddaman.